alaykum qadrli yurtdoshlar. Mana Moskva shahridan avtobuslarimiz Metro Kotelnikidan Passatga jarayoni tugagan holatda Toshkentga qarab chiqib ketyapti qadrli yurtdoshlar. Bemalol aloqaga chiqib ko'rasizlar. Ekranda ishonchli kassa nomerlarimizni qoldiramiz. Ikkinchi avtobusimiz xudo xolasa chiqib ketyapti. Zamonaviy, zamonbop konditsionerlari bor, zaryadka uskunalari ishlaydi va monitorlari bor. Monitorlarda har xil ko'ngilochar narsalar qo'yib boriladi. Konsert, kino degan narsalarni qo'yib boramiz. Qadrli yurtdoshlar, O'zbekiston nomerda avtobuslarimiz vokzaldan vokzalgacha. Sankt-Peterburgdan ham bemalol aloqaga chiqishlari mumkin. Sankt-Peterburg, Toshkent, Moskva, Toshkent, Moskva, Buxoro, Moskva, Samarqand yo'nalishlarida avtobuslarimiz bor qadrli yurtdoshlar. Mana xudo xolasa yurtdoshlarimizni eson-omonchilikda Passatga jarayonni tugatgan holatda O'zbekistonga qarab yo'naltirib boramiz. Xudo xolasa chiqib ketyapti avtobusimiz. Mana o'zlaring ko'rib bilib kelishlari mumkin. O'zbekistonda yurtdoshlarimizga eson-omon uylariga yetib olishlariga maqsadimiz. Bemalol aloqaga chiqib kelaverasizlar. Yurtdoshlarimiz O'zbekistonga qarab yo'lga chiqishdi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, o'zlaringni asranglar qadrli yurtdoshlar.